Chikagolik bu odam o'sha mashhur Darknet saytidan atigi bir necha ming dollar to'lash orqali uyiga masxaraboz yolladi va bu qilgan ishi hayotida qilgan eng katta dahshatli xatolardan biriga aylandi. O'sha saytdagi ko'rsatmalarga ko'ra, tungi soat 2 da bu odam uyidagi hamma elektr manbalarini o'chirish kerak edi va ular albatta mana shu soatda kelishini kutishdi. Bundan tashqari ogohlantirishibdiki, masxaraboz kelgandan keyin qoladigan oqibatlarning hech qaysi biriga sayt boshqarmasida javob bermas ekan. Bu odam masxarabozni kutib olish uchun o'zini do'stlarini ham chaqirdi va ular bundan keyin qanaqa dahshatli voqealar sodir bo'lishini bilmagan holda birgalikda kutishibdi. Voqeaning boshlanishida bu hammasi oddiy hazilga o'xshardi, chunki hamma yoq jimjit edi, toki eshikdan kelgan qo'ng'iroq bu jimjitlikni buzmaganigacha. Ular shu zahoti eshikni borib ochishdi va eshikni ochganda esa ostonada korobka turuvdi. Va bu korobkaga masxaraboz ismi yozib qo'yilgan edi. Ular albatta bu qutida nima borligiga qiziqib ochib ko'rishganida ichida bir to'da qizil sharlar borligini ko'rishdi. Lekin bu hali boshlanishi edi, chunki o'sha payt shundoq uyga qarashganda ularga allaqachon masxaraboz yaqinlashib kelayotgan edi. Hamma birdan dahshatga tushib qo'rqib ketishdi va bu sharlar bilan to'lgan korobka esa shunchaki chalg'ituvchi manyovr bo'lib chiqdi. Ozgina tinchlanishgandan keyin bolalardan bittasi borib o'sha so'rashib gaplashdi va shu orada masxaraboz aytdiki, meni qornim och deb oshxonaga qarab yurib ketdi va oshxonaga borgandan keyin esa shisha idishni boshiga urib sindirishni boshladi. Aynan mana shu daqiqada ular bu hamma narsa hazil emasligini tushunib yetishdi. Keyin esa qiziqqanda ular masxarabozni oldiga borib kuzatishni boshlashdi, lekin ular yaqinlashganda masxaraboz birdan sapchib ketib orqaga qochib ketdi va kelganida esa qo'lida bita bilan qaytib keldi. Uyda egasi bitani yerga tashlashini so'radi, lekin u bu gapga quloq solmasdan uyda turgan bir necha ming dollarga turadigan Samsung televizorni urib sindirishni boshladi. Hech kim uni to'xtatib qola olmadi, baqir-chaqir bo'lib ketdi hamma va shunaqa payt u yana yo'q bo'lib qoldi. Keyin ular uydagi kameralar orqali qaysi xonadaligini izlashni boshladi va xonalardan bittasida shunaqa plakatda yozuv ko'rdi. U yerda kelib meni qidirib top deb yozib qo'yilgan ekan. Bundan buyog'i bo'ladigan voqealar sizni aniq shokka tushirib qo'yadi. Voqeaning davomi qiziq bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha